Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahabatihi ve men ittaba'ulah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve cealna minel-raşidin. Amma ba'd. Ötkenki dersinin devamı. Ve emmen tızamu delaletihi ala ma yaksudu ifadetehu. Kur'an-ı Kerim'ninki balağıtı hakkında to'xtalgan. Kur'an-ı Kerim'nin özü ifade etmekçi olan maksatki dalalet kılışının rəf kılışı deydi. Ve ihdarahu fil ezhan. Yani yaksudu ihdarahu fil ezhan. Eske keltirmekçi boğan nasi dalalet kılışının rəf kılışı deydi. İnsanların kallası keltirip esletmekçi olan mezmunlarını dalalet kılışta rəf kılışı kesek. فَاِنَّكَ تَرَى ف۪يهِ التَّشَاب۪يهَ الرَّائِعَ. Sen onun da, yani Kur'an-ı Kerim'de, ibarelerde, ayetlerde nait isil, teyzi teşbihlerini, okşutuşlarını görsedi. Teşabih degen, teşbihini kıltıki, okşutuşlar. Ra'i'a, bu mu? Nait şiraylık, teyzi degen. Ra'i'a, ra'iqa, aniqa, bahira, bedi'a, aşağıdan mesela yakın manada. وَالْاَمْثَالَ الْبَارِعَةِ Bari'a degen bu, naat yetişken, vayık etken, çıraylık degen manada. Yani kaltıs, vayık etken degen. Aynda kaltıs, vayık etken, misal keltiriş, misal uruşlarını körse. وَالْاِسْتِعَارَاتِ الطَّرِيفَةِ Tarife mu, çıraylık, naat adamı kızıktırdıgan degen manada. İstiara degenini biz ötkende tanıştırıp ötken. وَالْمَجَازَاتِ اللَّطِيفَةِ Latife diyen mu? Aşırayla kamlaşkan diyen manada. El-mecaz istimalü lafz fi gayri ma vudi'a lehu li alaka gayril müşabehe. Okşutuşmanı istemez, başka manada bir sözünü özünün ornunda işletmez, başka manada işletse bu mecaz olur. Mecaz mursal, bu da bir yana ayrıydı. Vel kinayatil munqati'atin nadir. Kinayet diyen ne biz tarifle bitken. Bir sözünü derhal şunun maksat kıldıgan ma'noda işletmey, başkarak bir ma'noda işletliği. İşkiniski işletse tushadigan. Bunda bir masalan qo'li uzun degandek. Ras qo'li uzun bo'lishi mumkin bo'ladimi? Yoki qo'li normal bo'lsa-mu, jamiyatda nurg'un munosabat, iqtidor, imkoniyati cho'ng degan bo'lishi mumkin. El-munqati'atun nazir. Nazir degan mathil degan ma'noda, o'xshashi. Shunga masalan binazir deymiz. Munqati' degan uzilib qolgan. Yani misli tugab qolgan. Uni yani mislisiz degan ma'no. Yoki benazir deb qo'ying. Mislisiz deganga. Ana mislisiz kinoyalar. Va ta'rid allazi yaqtadil maqamu shu maqam, shu ahvol, shu turgan holat talab qiladigan yapti gaplar bor. Demak, ta'rid yapti gap, daritli gap. Ta'rid yapti gap degan, masalan birisi bilan urushib qolsa, masalan, biz o'g'ri emasmiz. Biz o'g'ramas degan gap hozir sen o'g'ri degani budur. Masalan, shuni bir xil yapti gap. Yoki masalan, to'y qilish, ular ishlarda xuddamda bizning o'ydikining islomiga bog'liq ekan degan gap, ya'ni men sizni deyishni xohlaydim degan bo'lishi mumkin. Masalan, unda gapircha ham jamiyatda ochiq demay, unda yangisida deydigan gaplar. Qur'oni Karimda dedi-ku: "La junaha alaykum fima arradtum bihi fatun nisa aw ma aknantum fi anfusikum." Ochiq olaman degani qilmay, iddatlar to'shqan chaqda ko'rishamiz degandek nutqisa bu, ya'ni iddatdan to'shqanniki men sizni ilishni xohlayman degan ta'rif yaptiga. Shu gapdek. Fayakunu aqraba ila husnil bayan. Shundan bu yaptiga qavli sarih qaraganda, ochiq degan gapdan qaraganda bu texmo chiroyli ifodalashga yaqin bo'ldi. Gapni isl chiqdi buni. Kur'an-ı Kerim'de şunda kinaya, ta'rif, istiara, teşbih hemmesi nâticik kâgen. El-mesel mesela. Mesellezine hummilu t-tevrâte thumme lem yahmiluha kemethel himar. Kebeytil ankebut. İnnallâhe la istahya yedrbe meselen ba'uda. Paşa. Aynen misallar yamanca. Demek bu şu Kur'an-ı Kerim'den dalalet kılmakçı olan mezmunga şu ayetleninki ibareleri şunda şiraylı ifadeler birbirine şunda macendek tizlep şunda isim kâgeni. Ve kad yahturu ala zâlike enne fil Kur'an âyâtin müşkeleten
Sizning xiyolingga, kallangga kelib qolishi mumkin. Faqat yani mumkin. Balki kallangga kelib qolishi mumkin. Qur'on Karimda aniq bo'lmagan ya mujmaldek tuyulib qolgan bunda oyatlar bor deb kallangga kelib qolishi mumkin. Mushkala yani mazmun aniq ayrılmaydigan mujmallar yani aniq bo'lmagan, g'ayr vodih degan ma'noda. Yani ma'no g'ayr vodih degan ma'noda. Aw mutashabiha, mutashabih degan o'xshab ketadigan ham. Boshqa oyatlarga o'xshab ketadigan. Bu oyat ma'noga o'xshaydigan, mandaraq degan oyatga o'xshaydigan. Ikkilari qonunga o'xshaydi, biz buni aylanmay qolamiz. Yani Qur'on Karimda fi ayatun muhkamatun ummul kitab va ukharu mutashabihat. Ayla ikki xil ehtimol chiqadigan. Qonunga o'xshab ketadigan, ma'noga o'xshab ketadigan. Qonunga o'xshashni biz qolmay qolgandek. Buni oyatlarda kallan gap qilish mumkin. Wal haqqul-ladzi la mariyata fihi, mariya degan jidal. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Mira degan jidal, majra, talash tortish. Yani talash tortish yo'q. Sheksiz olgan haq shuki deydi. Alla ishkala fil Qur'an inda man yatadabbaruhu bi rawiyatin. Rawiya degan aldirmay, salmoqlik bilan o'zini to'xtatib fikr yuritish. Taravva salmoqlik bilan aldirmay fikr yuritib tafakkur qiladigan kishiga nisbatan Qur'on Karimda tushuniksiz unda bir ahvol yo'q. La ishkal degan qulmay qoldigan, tushunilmaydigan bir narsa. Wa ya'ti ila at-tafaqquhi fihi qanday kishiga nisbatan tushuniksizlik yo'q desak, aldirmay tafakkur qildigan yana va ya'ti ila at-tafaqquh fihi ash Qur'on Karimni tushunishga urinish uchun qildigan qanday kishi vaqad tazawwada bi qawanin al-lughat al-arab arablarning til qonuniyatlarini egallab bo'lib ondan Qur'on Karimni yaxshi tushunish uchun kelgan kishiga tushuniksiz narsa yo'q. Lekin arablar yaxshi o'rganmaydi. Oldirablam Qur'on tushunibman, tadqiq qilib deb qolsa, tushunmaydigan ahvol ko'rilib qoldi. Vastadaa bi ma'rifati funun bayaniha. Yani Qur'on Karimning bayon qilish hunar san'atlarini bilish orqali dili nurlangan kishiga tushuniksizlik yo'q. Istidaa yani nurlangan, dilini yoritgan. Olimlardan şu mutashabihni bilganligi bor. Hazrat Ibn Abbos mana shu mutashabihni bilgan olimlardan degan. Ama şu oyatdan nerede to'xtab, nereden gapni boshlashimizda o'xshamaydi. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله bir to'xtash Allohdan boshqa hech kim buni ma'nosini bilmaydi degan. Yani mutashabih deb tushunilmaydigan oyat bor degan. Va ma ya'lamu ta'wilahu illalloh var-rasikhuna fil ilm bo'lsa, Alloh va ilmda mustahkam qadam qo'ygan o'zida yetuk olimlar biladi, Alloh biladi, undan boshqa chalmo'lni bilmaydi degan. Danki yani mutashabih yo'q degan mazmun chiqadi. Lekin var-rasikhuna fil ilm yaqulun deb bunda boshlasa, Allohdan boshqa bilmaydi. Lekin rasikhun fil ilm tushunsak bo'ldi. İman ettik toplanmasın el-Qudut'da diyor. Lekin shunda bo'lsa bir qancha oyat, jiq oyatlar. Ko'pincha shuni ishlaydi. وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مُتَشَابِهٌ عَلَى مَعْنَى أَنَّ فِي الْآيَاتِ مَا لَا يَظْهَرُ تَأْوِيلُهُ لِلنَّاسِ. Mana Qur'on Karimda tafsiri, izohati kishilarga ma'lum bo'lmaydigan bunda bir mutashabih yo'q dedi. Agar mutashabihni bundan ma'lum tushunsak, bunda mutashabih yo'q deymiz. بحيث يأتونه أو يستمعون إليه. Ondan keyin hammasini tushunishlik, ma'lum shaklda ta'vil qilib bo'lgan, ta'vil degan o'sha tafsir ma'noda. Diqqat qiling. Ta'vil degan niyati tafsir ma'nosi. Asli ma'nosi shu tafsir, izohat. Lekin usul fiqhda ta'vil degan odat ko'rinib turgan ma'nosiga olmay, boshqa ma'nosiga olishni ta'vil deymiz. Sarfuhu an-zohir. Ta'vil demiş tefsir diye konu alimlerin nazarındaki ta'vil tefsir degan ma'noda. Yani oyatning tefsiri, izohati, tushundirishi degan ma'noda. Usul fiqhda aqida ta'vil degan bu kunu turgan ma'nosini boshqa ma'noga olib. Mesela yadulloh desa
Yet degeni mesela. Ya bi a'yunina deydi mesela. Bi a'yunina bizim közümüzde ama köz degan ko'rdigan shu köz mesela. Buni köz deganiga noqunmay bu zahir ko'rinib turadigan mana bunday köz degani shu onda. Lekin qancha buni parvarish qilish, astirash deb manda ma'nosi bu ta'wil. Hamma shu bo'lgandan buni tilovat qiladi yoki uningga quloq solib tinchaydi. ولا يعودون بفائدة علمية أو أدبية يعني يا علمي منفعة يا أدبي أدب أخلاق ماجات منفعة ألماي şu oqtlan ötetirilgan hiç qanday foydasiz bunda bir oyat yo'q. Mutashabbih munda ta'rif qilgan holda bunda mutashabbih yo'q. Ma'nosi tushunmay qolsam, chuqur uningda boshqa ilmiy foyda, adabiy foydali bor emas. وأما استيفاؤه للمعاني التي يستدعي الحال الإفصاح عنها أو الإيماء إليها الحال يعني خطاب قلوبجلان أهواله خطاب قلوبجلان أهواله أشون شارع قرشنه ياك أشون إنك إفادة قرشنه خلق قلدغان مزمولان özüski tuluq irish kelsak dedi. İfsah عنها يعني إنك إفادة قرش fasaha deniz. İma degan ishorat. Ya aniq ifodalash, ya ishorat bilan ifodalashni taqozo qiladigan mazmunlarni o'z ichiga to'liq elishi kelsak, fa innaka tanzuru fil aya. Sen bir oyatga qaraysan va tatadabbarul ma'na alladhi siqat min ajli. Ma'lum bir maqsadda o'sha oyat keltirilgan. Qaysi ma'no uchun shu oyat keltirilgan bo'ldi deb shu ma'noni tadqiq qilsa, shu ma'no haqida o'ylansa. Siqat yani saqa deganning majhulligi keltirilgan shu siyaq deymiz uramen فتعود منها ويدك مملوءة من الفوائد التي تقع إليها من عليها يقول أشياء آيات كقراب نمي مزمون üçün keltirilgan bo'ldi o'sha oyatda tadqiq qilsang sen nurg'un qulandiliq faydaga erishgan holatda qaytsari quruq qo'l qaytmaysa allati taqau ilayha ya taqau alayha desak sen tushirtilgan faydalar yani balki ala bo'lish kerak deb shunday tuyulyaptimi vaqa ila emas vaqa ala deb ishtir majmul va sidqa vaqa degan fe'lni musqarsanlar ya vaqa ila deb vaqa ala deb shunda ta'kidlab qo'ysan min haythu tuqarriru shariatan bu faydalar qaysi jihatga foydalansa ya bir shariatni belgilaydi. Mesela o'g'ilning qo'lini kesish deganda. Aw tuqimu hujja yoki bir faktni tiklaydi. Xristianlarga nisbatan, ateistlarga nisbatan, yahudilarga nisbatan mushriklarga qarshi faktni tiklab qo'ydi. Aw tulqi maw'iza yoki vazn-nasihat tashlab turdi. Vazn turdi. Mesela taqu yawman turja'una fihi ila Allah vazn-nasihat. أو ترسل حكمة إلى نحو هذا يكبر حكمة بجنة كيبرد إلى نحو هذا مما تستبين به سبل الرشد جكر قلادك درسلق يعني توغر yol aydınlaştırdıgan yani aşınılan sen doğru yolunu tapalaydıgan ayında hikmet, vaz-nasihat, dil paket, ya şeriat ahkamlarını belgilep durdu. Aşında faydalı var. İstibana diyen anda aniqlab olduruyor. Yani aşını olan sen doğru yolunu aniqlab olarsan. Rush degan durustluk, to'g'rilik. Subul degan yo'llar. Va tantazimu bihi shu'unul hayat. Aşını olan sen ağan aşında her türlü faydalı olan hayatning ishlari ratkish ketadi. Ve tertefi'u bihin nufusu ila a'la darajatil falah fi dunyaha ve ahirete. Nefsler, insanın nefsleri, ko'ngillari dünya ve ahiretida nijotning en yuqori qadrlariga o'rlaydi. Balagal Qur'anu at-tarafal a'la min husnil bayan. Qur'on Kerim güzel bayan qilish ifodalashda en yuqori pallaga yetgan. Al-rag'm min ashya'a ijtama'at lahu. Uningda jamlangan nurg'un narsalar bo'lishi qaramay, bu nurg'un narsalar turli mazmunlarda kelgan oyatlar. Shariat belgilaydigan ilgirlarning qissalari, vaz-nasihat, ashuna nurg'un narsa bo'lishi qaramay,
bu balag'atning eng yuqori pallasiga ketgan. Walau aradta li kalami makhluqin, walau degan navoda sen bir maxluqning so'ziga duch kelib qolsan, aradta degan duch kelsan, yo'liqib qolsan, la nazalta bihi anil makanatil aliya ila ma hu adna. U kishini degan yuqori palladan sen uni tuvarrak pallaga tushib qo'ygan bo'libsan. Yani Kur'an-ı Kerim'de nurgun mezmunluğunda ayetler kelgan. Şuna turuluq bunun en yuqori palladagi derisi tushib ketmagandir. Agar bir insonning so'ziga duch kelibsan, u so'zni tadqiq qilsan, shu inson nurgun gapini deb baqsin, bir kitob yozib baqsin. Jiq gap qilsin, albatta uning nursi chiqib ketadi. Chunki u jiq gap qilganning xatoligini jiq qildi. Niya degan gapga kim degan gapga zid gap qilgan. Kur'an-ı Kerim degan unda emas. Teral baliga minel beşer yuhsinul beyan. İnsanlardan balağatlık, fasahatlık bir insanın ifadeleşini pek ustlukla ifadeleşini göreser. Ve yahudu lubbeke o senin bütün esuşunu takip ediyor. Yani dilini esir kılıvalıdır. Lubb diyen dil, yürek. Nim bilen bil munşaatir rai'a, naat teyze icadiyet eserleri bilen senin kalbini egerli oldu. Hatta idâ tâle bihi mecalul kavl, egerlilip andın asasda bunun gepi uzurab, gepi avup mıkıgandan keyin mecal kavl diyen sözleş meydanı sal avup, gepleri sal uzurgandan keyin mesela bir söz kılgan adam her saate kıpakıdır. Her saate söz kılgandan keyin, uzurab söz kılgandan keyin وَقَطَعَ فِيهِ أَشْوَاتًا وَاسِعًا şoğut diyen bir çöğüvesine şoğut diyen. Aşı meydanlarda naken ayrılıp cık süzüyenliğin ki ne? وَقَطَعَ قَطَعَ şoğutan diyor. Bir meydanın ayrılıp olsa bir şoğutun bekliyor. Kâbinin 7 kıtım ayrılımız var. 7 aşvatır. Ayrılış. Bir meydanın ayrılış. Şuna top misafırsımı şoğutul evvel olsa birinci meydan. Demek adetteki fasadı kişiler her türlü sağlada nurgun gapni qilib bo'lgandan keyin ra'ayta fi jumalihi aw abiyati uning jumlalarida yoki qasida qo'shoqlarning baytlarida nima ko'rsa tafawutan fil bara'a bara'a degan ustunlikdir. Ustunlikda farqli ahvolga kirib qolsa, miyada bakra usti chiqqandek, miyada nafs chiqqandek ahvol bo'ldi. Abiyatihi degan baytlari, qo'shoqlari, yani shoir bo'lsa qo'shoqlar bo'ldi. وَأَمْكَنَكَ أَنْ تُبْصِرَ فِيهَا ضَعْفًا Onunda acizlikni ko'ralaysan dedi. Şunun degan so'zlari, yozgan nasrlari va aytgan qo'shoqlari, she'rlarda acizlikni uchirtalaysan, topalaysan. وَتَسْتَخْرِجَ بِنَقْدِكَ الصَّحِيحِ مِنْ أَوَاخِرِ كَلَامِهِ مَآخِذَ Senin to'g'ri ayirish iqtidoring bilan naqdini biz haqiqiy bilan saxtini ayirish dedik. Pulni jajini ayirish dedik-ku. Nuqqa. Muhokama qilishing bilan, to'g'ri muhokama qilishing bilan, ayirishing bilan sen chiqara olaysan dedi, tasdiqlaysan. Nimani chiqara olaysan? Min avaxir kalamihi uning so'zlarining keyingilaridan, oxirgi so'zlardan ma'axir degan tutib olgan joylar. Ma'xir deymiz. Gachchida tutulib qolgan joylar demak. Ya'ni ayib nuqsonlar. Aksara mimma tastakhruju min awaliha. Uning so'zlarining bosh tarafidan chiqargan ayib nuqsonlardan ko'proq, keyingi so'zlardan jiqroq ayib nuqson topa olsa. Walakinnal Qur'anul Karim ala tuli amadihi. Lekin Qur'on Karim uning muddatining uzunligiga qaramay, amad degan muddat. Qur'on Karimda amadan ba'ida deb degan. Amad degan muddat. Qur'on Karimning muddatining uzun bo'lishiga qaramaydi. Necha yilda chiqqan Qur'on Karim? 23 yil. Demak 23 yilda chiqqan Qur'on Karim. 23 yil, mesela bir adam ayızlar 23 yil emas, bir ay ichida gap qildiranlar, oldingi gap bilan keyin uni boshqaning keyingi gaplari bir-biriga zid gap qilgan holda. Va katrati suwarihi, suralarininki ko'p bo'lishiga qaramay, nazala mutanasiban fi husni bayanihi,
Bunun bayan qilishinin güzelligiga nəhayət bir-biriga mos kelgan holda tushganda deydi. Mutanasiban, munosib deməkdir. Bir-biriga bak munosib, mos qiladigan holatda, bir-biriga zikr qilmaydigan holat keldi. Kitobda ba'zi chiqilni xato besib qo'ydi. Biz gapning siyoqidan, o'ramizdan ayirmasak. Kama qala Ta'ala, Allohu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabiha. Allah nazil qildi dedi. Nimani ahsanal hadis? So'zning eng islini, eng sazlarini Allah nazil qildi. Yani ahsanal hadis degan nima? Qur'on. Qur'on Karimni ahsanal hadis deb sifatladi. Kitaban, yani kitap qilib tushdi. Eng yaxshi so'zni kitap qilib tushdi. Mutashabiha. Bu kitap qanday? Ya bunun bazı qismiga mo'jizlikda, ahkamlarni bayon qilishda, aniqlikda, hidoyat qilishda ba'zisiga o'xshab ketadi. Hamma oyatni chiqib kelsak, shu bir maqsad, bir shariatni bayon qildi. Unda maslashmay qolgan ahvol yo'q. Thumma qala walau kana min 'indi ghayrillah. Navadan Qur'on Karim Allohdan g'ayrining qishidan kelgan bo'lsa, yani bu Allah Taala şuydu. Navada deydi. Allah Taala'dan g'ayridan kelgan bo'lsa, nima bo'ldi? La wajadu fihi ikhtilafan katira. Ash Qur'on Karimda nurg'un o'xshamasliklar, bir-biriga zid gap qildigan. Oyat bunda da turib, bunda da bayram qildigan ahvollarni ko'rgan bo'ladi. O'xshamaydi. Bu oyatlari bir-biriga o'xshab ketadi. O'xshab ketadi degani, masalan, yadim shu bir Alloh aqidasini dedi. Yadim bir Alloh aqidasi. Yadim qiyomatida, yadim qiyomatida. Yadim masalan Musa alayhisolamning voqealigini o'xshash bayon qildi. Yadim Musa alayhisolamni o'xshash bayon qildi. Rasululloh haqida shu o'xshash gap, qiyomat haqida o'xshash gap, o'xshash gap. Endi oyatga mutashabihat qanday ma'noda? Fi ayatun muhkamat degandikan, undan mutashabihat degandiga bu mutashabih azim muhkamning muqobilidagi qarshisiga mutashabihga. Demak, buning nimasi tasdiq aniq emas. Muhkam degan ma'no qildaydi, shunga qiyg'iladigan oyat muhkam. Aniq bitilib ketgan. Mutashabih degan manda qilamtuqki ya manda qilamtuqki deb chiqib o'ttirib qoldigan degan. Uning o'xshab qoldigan, manda qilishga o'xshab qoldigan, manda qilishga o'xshab qoldigan. Lekin niyatga mutashabihat bu bir-biriga mo'jizlikda, nazminingki mustahkamligida, hidoyat shariatni bayon qilishda nahot o'xshab ketadigan. Hammasi mas qiladigan deganman. Wa taral baligha min al-bashari yaqudu fi funun min al-kalam mutaaddidatan. Yana sen ba'zi gapga usta kishilarning so'zning ba'zi bir turlik sohalarda, usullarda, san'atlarda söz qilganligini ko'rsa. Yahudu degan ashuni ichiga kirib ketish. Aslında so'zlarning ichiga kirib ketganligini ko'rsa. Har turli so'zlarni qiladi. Birisini madiyilishi mumkin, birisini so'kishi mumkin, bir ahvolni sifatlab turishi mumkin, bir narsaga qiziqtirishi mumkin. Faida huwa yartafi'u fi fannin wa yanhattu fi akhar. Shunda qarasam, faida degansa, shunda qaraydigan bo'lsam, u so'zban kishi bir hunada bek o'rlab ketib, yana bir hunada beklam tushib ketadi. Ada shoirlarmi muayyan bir sohada ustuldi. Ya masalan g'azalda ustuldi, yoki madidashda ustuldi, yoki sifatlashda ustuldi. Walakin al-Qur'an al-Karima yatasarrafu fi funun katira. Lekin Qur'on Karim nurg'un fan sanatlarda, yani bu söz sanatlarida ayetlerini keltirdi. Yatasarrafu degan bir taraf qildi. Misal va'd, masalan, va'z nasihat qilish va iqomatul hujaj, dalil faktlarni tiklash, turg'izish va shar'ul ahkam, ahkamlarni belgilash, val wasf, sifatlash, val va'd degan va'da qilish, ya'ni mukofotni va'da qilish, val va'id degan jazoni va'da qilish, ya'ni tahdid qilish, val qasas, qissalar, val inzar, ogohlantirish وغير ذلك من الوجوه التي تتصل بالهداية العامة. وأنهم başka umum insanlarınki hidayetine münasebetlik türlük söz şekilleri Kur'an-ı Kerim'de kelgen. فلا تتفاوت فيها ألفاظه الرشيقة. Aşu türlük sahalarda Kur'an-ı Kerim'nin ayetlerinin lafızları, qanday lafızları ise
Nayte çıraylık sözler. Raşika, anika. Burada bir qancha so'zim dedik, hammasi chiroyli, güzel, kelishgan. Raşika degan bunda qadqomatlik. Qadqomat nayte kelishgan ham. Yani bunchi bo'y degandek. Raşika. Ya ayollarga biz ayollar ko'pini sag'ir uruqlaymiz, semirib qolmaydi deb o'rniga harakat qildi. Shuning uchun hammasi raşika. Qavam raşiqasi bo'ldi. Tan qurilishini ayt kelishgan. Ve esalibuhum badi'a. Bunun badi'i üslupları dedim. Demek nurgun sahalada sözlüğün bozma Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, lekin güzel hamsizlikleri ve badi'i usulları oturda unda asmandan farklıgan, maaşında bir kamlaşmagan bunda bir ahval yok. Hemmisi bir xil seviyede önce ketmeye alıktı buldu. والمعروف أن القرآن أتى بحقائق أسس بها شريعة واسعة النطاق. Malum ki Kur'an-ı Kerim dairda keng olgan bir şeriatni barpo qilgan, haqiqatlarni ilkagan. Ve leysa min sha'ni hadhihi al-ma'ani. Bu haqiqatlarning ma'nilaridan, mazmunlardan iborat. Bu mazmunlarning ishi emas edi. أن تظهر فيها براعة البلغاء كما تظهر فيما ألفوه من نحو المديح. Yani bu mezmunlarının tabiite o balagatlık fasahalık gep sözlü usta yetişken kişilerinin adette künetkeyen medilaş, mertiye okuş, rita diyen mertiye okuş, tehniye diyen tebrikleş, gazel diyen muhabbetlik sözler. Ayollar tapılgan gazel ve vasfıl meşahid aylar türlü kürünüşlerini sübetleş. Bujunda adetlengen sahalada balagatlık kişilerininki ustalıklı körengendek o ayetlarda mı o balagatlık kişilerinin ustalıklı kürünüşü gerek emas. Demek adet insanlar çözmeleri nimeler küngen el-gazel, vel-vasf, vel-medh, vel-hica aşını küngendi. İlâ gayri dâlik. Onun başka nurgun nâsler küngen. Mimma yutlikûne li efkârihim fîhî el-'inâne. Bunun başka özünün tefekkürlerini ihtiyar koyulduğun sahalarda söz kılıp küngendir. İnan degen şulluru çizgin. Bu anan. Anan es-semâ dedim. Ma ve inan. Hata. Bunun sonra hatalıkını bilmez. Siyah, oranı bilmez. Anladın mı? Mutalaatın kolu keltigen iktidar bilen budan gel. Çünkü biz anan degenler bulut ya asmanın qayrida o'tgan. Anan degani shulurda o'tgan. Yani undan qisab bu tizginlash bildirgan, odamni nuqtalarga emaslar. Turmuzlaydigan narsa bildirgan bo'lgan ekan, u yerda yutliqon, ya'ni qo'yitidu degan gap, o'sha bulutni qo'yitishing bu, shulurni qo'yitish. Yani insonni bo'lishiga ixtiyoriga qo'yitdi. Qanda sadet tefekkür qilib o'yinib narsa yazsa yozgan. Fatadhabu ma'al khiyali kullamada. Shundan bu xallasini kelsa ya uyanga ya halga yaga berib taqadi. Ve tertekibu minal mubalagati mastata'at an tertekib. Xalgancha ashuritalaydi. Mesela bazılarına mahtab ilah deb so'zlash mumkin. والقرآن الكريم يعبر عن تلك المعاني التي تستطيع صدق اللهجة وصوغ الأقوال على أقدار تلك الحقائق. Demek sözlerle söz kılıp küngen aşağıda bulaş xiyalga kelgenide o'xshashni o'xshatib, muborak qilib, oshirib, ma'noli ketib qoldi dedi. Lekin Qur'on Karimcho bu unda oshirib o'tmay, osh mazmun loyiq so'zni ishlatib, uni bak mubolag'lashtirib o'tmaydi dedi. Mana val Qur'on Karim yu'abbiru an tilkal ma'ni. Ifodalamoqchi bo'lgan ma'noni qanday ifodalaydi? Bu ma'nolar aslida nimani taqozo qiladi? Allati tasdaqi sidqal lahja. Rast so'zlashni taqozo qiladigan ma'nolar. Lahja degan so'z. Talaffuz qilishgan. To'g'ri talaffuz. To'g'ri so'zni talab qiladigan ma'nolarni ifodalaydi. Va savqal aqwal. Yana nimani taqozo qiladi? So'z yasash. Şu sıyga deymiz. Siyaga. Asli bu oltunni eritib, zinnat qo'yishni bildirdi. Shuni sair deymiz. Masugat, mujawharat deymiz. Oltunni qiladi. Yani oltin, halqa, uzuk, bilezik yazsa so'v bo'ldi. Buni ma sarf deymiz. Ilmul bayonda ashundan atrof
chiqqan so'zlarni har xil turlab yasashni ifodalaydi. Demak, savqal aqwali ala aqdar tilkal haqaiq. Bir haqiqatni aytmoqchi bo'lsa, shu ifodalangan so'zni shu haqiqatning miqdoricha cho'ng kichikni aynan loyiqida yasab ifodalaydi. Unda oshirmaydi. Fataral fasahata daribatan atnabuha. Atnabaha degan to'g'ri. Atnabaha. Al-fasaha tadribu atnabaha. Fasahat o'zining shidirining ag'amchilarini qaqidi degan ma'no. Atnab degan o'zini tanab degan gap-ku. Tunub degan shidir qurib, bog'lab, yaga qo'zi qaqadigan çalışadigan ag'amchini tunub deymiz. Yani tanab. Jib degan bo'ldi. Ag'amcha. Tanab deb bo'ladi. Masalan, o tamçılı tartılını tanap deydi. Tamçılar tamsanmoqchi bo'lsa, tek qilib ichki tarafga qishni bog'lab, o'tirib tanitadi. Tek sizganday. Buni tanap deymiz. Tanadını degan gap shu. Yani tunubun ve atnab demekçi. Dariba degan shu tanatdan da fasahat o'zining ag'amchilarini rasmiy yagi qeqib bog'laydi demekçi. Yani Kur'an-ı Kerim so'zlarni yashagan vaqtida ifodalamoqchi bo'lgan mazmunga loyiq yasaydi. Oshirib o'tmaydi. Lekin insonlar oshirib o'tdi. Shundan da bunda bo'lg'achda Kur'an-ı Kerimning lafzlariga qarasang, fasahat balog'atningki qo'ziqlarni mustahkam qilib ketgan ko'rsa, fasahat o'shada qixti chiqqan hisobda. Wal balagata mursilatan ash'ataha. Balag'atning nurlarini tushirib, yani avval degan bo'ldi mursilat, ya. Lekin nurlarni yeyib to'g'anligini ko'rsatadi. Nur chechish to'g'anligini ko'rsatadi. Shuni yapaman. Fi bulg'al bashar insonlarning so'zmallarida deydi. Balig'ning bulg'a. Man tuhissu min sha'rihi. Kishilarning ashi she'rlarida bunday isbotlanadi. Aw xutbati yoki nutqida, aw risalati yoki yozgan xatida manda bir his qilishi mumkin. Annahu lam yakun yatasanna'u fima yaquluhu. U degan so'zlarda takalluf qilmay, yasalmalik qilmay, u tabiiy da'vat qilganligini his qilishi mumkin edi ba'zan. Yasalmalik qiladi. Lam yakun o'g'anikan qilmay deganga bashan chiqdi. Yatasanna degan yasalmalik qiladi degan. Tafa'ala ko'pincha shunda yasalmalik qilganini bildirgan o'zi. Tafa'ala. ذلك أنك تجد في كلامه الجيد والوسط والرديئة. Bunda bo'lishda sen uning so'zida u yasalmalik qilmagan ekan, ba'zi so'zi shunda ishl qilmasdan, ba'zi so'zi normal o'tirahal, yana ba'zini nachar chiqib qo'yish mumkin. Yasalmalik qilmaganlik uchun. Chunki yasalmalik qilgan hammani ishlab chiqaraman deyishga tirishish mumkin. Wa fihi man tuhissu fima yaquluhu at-tasannu'a. Yani ba'zi kishilar va so'zmallar uning degan so'zlarda sen yasalmalikni his qilsan. وهذا والذي يغلب على كلامه المنظوم أو المنثور الجودة في تصوير المعنى. Bunda kişilerde nesri eserleri olsun ya ki menzum yani şiiri eserleri olsun bu mezmununu tasvirleşte sözlerinin köp kısmını ait esir çıkıdı bunun. Çünkü yasalmalık yalan iken, hadezlegen iken köp kısmını ait esir çıkıdı. وَالتَّعْبِيرُ عَنْهُ بِكَلَامٍ مَوْزُونٍ أَوْ غَيْرِ مَوْزُونٍ. Yana şu mezmunni vezinlik ya vezinsiz sözler bilen ifadeleşte geçirdiğin ait isil çıkıyor deydi. Çok kısmı. Çünkü bu devamlı yasalmalık kılıp naçar sözlerini isilge almıştırıp duruyor. وَلَكِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمِ بَلَغَ الْغَايَةَ مِنْ حُسْنِ الْبَيَانِ. Çünkü Kur'an-ı Kerim güzel bayan kılışta en yukarı şekilde yetken. Bu başka فَلَا يَجِدُ فِيهِ الرَّاسِخُ فِي نَقْدِ الْمُنْشَآتِ الْبَلِغَةِ مَا يَنْزِلُ عَنِ الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا. Münşaat-ı baliga degan işte fasahatlik icadiyetlerini bahalaşta, muhakemelik kılışta degan. Er-rasih kadim mustahkem yetişken alim desek, yetişken alim, başında boğaçka Kur'an-ı Kerim, yetişken alim o Kur'an-ı Kerim'de ne yetişken alim, balagatlik icadiyetlerini muhakeme kılışta yetişken alim o Kur'an-ı Kerim'de yukur faliden çıkıtılan bir ahvam görmeydi, şıratmaydı. Bel yuhissu ruhal balagati allati la yahumu aleyha şey'un min at-tasannu. Belki
etrafida yasalmılık qat'iy aylanib qolmaydigan, yaqin kelib qolmaydigan balog'at ruhini his qiladi. Yahumu degan aylanadi, cho'g'laydi degan. Man hama hawla al-hima yushaku an yarta'ati. Shunga tushirni o'zida havvama deb. Hima degan shaklangan rayon. Man hama hawla al-hima Padişahın şeklengen rayonun etrafı yoğulsa kirip ketishi mumkin. Belki nima his qildi? Etrafida yasalmılık cho'glab qolmaydigan balog'at ruhining oyatlari va surlarida taralganligini his qildi. Sariya degan taralgan, yeyilib ketgan. Sawa'un fi dalik tasviruhu lil maani buningda hammasi o'xshashlaydi. Ma'nolarni tasvirlash bo'lsin. Aw nazmul alfazun natiqat biha. Shu mazmunlarni ifodalab turadigan lafzlarni bir-biriga tutashtirib bog'lash bo'lsin, o'xshash tarzda. Shunda balog'atning ruhini his qildi. Va min madahir balog'atul Qur'on. Qur'on Karimning balog'atining yana bir ko'rinishlaridan birisi shuki, annahu yuridul qissata, bu bir qissani akladi deydi. Avrada degan ekeldi. Fa'awradahumun nar. Madadiyen ko'rinishleri, alomatlari. Qur'onning balog'atining alomatlaridan belgilaridan birisi shuki, Qur'on Karim qissadan birini keltirdi. Fi darajatin min husnul bayan. Na chiroyliq bayon qilish markazida ekildi buni. Yuqori pallada. Thumma yu'iduha fi suratin ukhra. Ondan uni yana bir surada takrorlaydi. Masalan, Musa alayhisolamning qissasini qilsak, net surada bor. Takrorlangan. Lekin ala hasab va yaqtadi maqamul va'd. Lekin buni ma surada va'z-nasihat nimani taqozo qilsa, shundaroq aytildi. Yana bir surada va'z-nasihat boshqacha bir ishni taqozo bo'lsa, boshqacharoq aytildi. Yani şu qissa shu. Lekin har xil aytildi deydi. Hatta idza aqadta muwazana bayna hikoyatiha huna va hikoyatiha hunaka sen miyadiki so'zlab berishi bilan oyatdagi so'zlab berishini selishtirib baxsan, aqada muvazana degan selishtirib baxdi degan. Yani muvazana yoki muqorana. Endi bu ishni qilib baxdi degan. Qism bizlashtirsak, aqadta muvazanatan desak selishtirsan degan. وجدتهما في مرتبة واحدة من البلاغة لا تنزل إحداهما عن الأخرى بحال. Demek Asur'da bayan kılgan Musa Aleyhisselam bilen Asur'da bayan kılgan Musa Aleyhisselam'ın vakalikinin ifadeleş jarayonini seliştirsen, ayetlik bilen mayadaki ikisinin o'rtasida hech qanday bir daraja farqi yo'q. O'xshash daraja ekanligini ko'rsatadi. Yani balag'iy jihatdan bir martaba ekanligini ko'rsatadi. Emmel beliğun el-beşer. İnsanlardan çıkan sözmeller, natıklar kadar kıldı. Fakat esuku ileykel kıssata fi ibaratin anika. Sana aşık bir kıssını, bir vakalık, bir hikayeni sana çıraylık sözlerden ekilişi mümkün. Esuku diye ekilirdi o sözler tur. Anika diyemun, nefis, güzel diyemun. Anika, raşika, yukarı diyen bir nesiller mesela okşuşmandı. Thumma yuridu an yu'idaha maratan ukhra. Ondan şu vakalıkni yana bir qıtım tilga ilishni xohlaydi. Yana bir o'rinda, yana bir deb o'tmoqchi bo'ldi deydi. Fa idha hiya fi darajatin min al-bara'ati munhattatin an darajati al-ula. Shunda qarasangiz ikinci qatim takrorlagan ahvoliga u uslubda ilgari bayon qilgan darajadan tuvan holatda bayon qilganini ko'rsatadi. Munhatta degan tuvan. Bak hamzada to'liq ezgi bo'lma, to'liq yozib qo'yibsan. Noma'ni qo'ydim, bu deb qilmoqman. Munshaat degan ijodiyatlar. Yanidan paydo qilib yozilgan badiiy asarmi? Badiiy degan balog'atlik badiiy asarlar sanaladi. Badiiy ijodiyatlar. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.